Hozirgi kunda bu kvartalga talab juda ham katta. Qattan deysizlarmi? Shundoqqina 9-mavze korzinkani orqasidan polnotseniy 4 xonali, 96 kvadrat metrli, 117 ming AQSh dollariga remontlari yaxshi holatda bo'lgan fayzli xonadonimiz sotuvga chiqdi. Bugungi kelgan manzilimiz Yunusobod tumani 9-mavzeda joylashgan bo'lib, 4 xonali, 3-qavat, 9 qavatli dom. Umumiy maydonimiz esa 96 kvadrat metr tashkil qiladi. Unda uyimizni to'liq obzorini birgalikda ko'rib chiqamiz. Yaxshi lokatsiyada katta oilalar uchun fayzli xonadon xohlaganmidingiz? Bu videoni siz aniq ko'rishingiz shart. Mo'ljalimiz esa korzinka. Balkonimiz 2 ga 6 metrni tashkil qiladi. Uyimizning remontlari yaxshi holatda. Sanuzellar soni 2 tani tashkil qiladi. Xonadonimiz o'ziga tegishli kladovkasi mavjud. Siz ushbu xonadonimizni ipoteka xizmatiga ham xarid qilishingiz mumkin. Lokatsiyamiz juda qulay joyda joylashgan bo'lib, yo'nalishli avtobus, ko'ngilochar maskanlarga juda ham yaqin. Uyimizni bahosiga keladigan bo'lsak, 117 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. Baraka uylar sizga eng yaxshisini bo'lishadi.